akalar, yaxshimisizlar? Qurilish qiladigan akalar, shularga yangi chiqqan penabloy emas, gazabloy. Haqiqiy rossiyskiy gazabloyda. Sifati bemalol raqobatlashadi. Bu esa solishtirgan akalar o'zimizda chiqayotgan qora gazabloy. Kelavasizlarga farqini ko'rsatib beramiz. Gazabloyga chiqadigan bo'lsak, bemalol akalar kirib ketadi. Endi bunga chiqadigan bo'lsangiz, yaqinroq aka. Aka, qo'lni o'yib tashladi. Nima kirmayapti. Kirgan ko'ryapsizlar akalar. Bunga esa bemalol muammosiz kirib ketishi. Endi narsa ushlashini o'zi ko'ramiz. G'ishimizda og'irligi 20 kilo. Bu gazabloy ham shu hisobda shu 21 kilo chiqyapti. Bu ham shu toza qursa 20 kilo qolsa kerak. G'ishimiz ona hali to'liq toza qurgani yo'q. Hozirgi holatda 5 kilo nami bor. İki dona şurup 25 kilo ağırlıkta hazır. Nemi var. Nem holatda. Beşik joyiga tutildi. Hiç kanaat ko'tarishi yo'q.